qayerda ishlaganim va qanaqa tizimlarni testlaganim sir bo'lganligi uchun bularni ayta olmayman. Assalomu alaykum, ismim Shukrullo. Hozirda kiberxavfsizlik bo'yicha ishlayman. 2023-yilda ITech o'quv markazida front-end dasturlashda Ahror aka Soliyevda o'qiganman. Aynan front-end sohasiga kirib kelishimga ko'proq universitetdagi kursdoshlarim sababchi bo'lgan. Shu kursdoshlarimiz bilan universitetda o'qish davomida kurs qidirganmiz va o'sha ITech o'quv markazida yangi shu kurs ochilayotganini ko'rib, markazga kelib kursga yozilganmiz va biz 1 yil davomida ITech o'quv markazida front-end dasturlash bo'yicha o'qiganmiz. Kursni tugatganimizdan keyin Ahror aka bizga ishga kirishimizga yoki shu amaliyot qilishimizga ancha yordam bergan. Ya'ni kursni tugatganimdan keyin Aimsoft firmasida 4 oy amaliyot qilganman, stajirovka. Aimsoftga kirishimga Ahror aka ustozim katta yordam bergan. Ya'ni ular bergan topshiriqlarni qanaqa qilib bajarishim, ya'ni suhbatga qanaqa qilib topshirishim kerak yoki qanaqa qilib o'sha bergan topshiriqlarni bajarishim bo'yicha menga yo'l-yo'riqlarni ko'rsatib ketgan. Aimsoftda front-end dasturlash bo'yicha amaliyot qilish davomida kiberxavfsizlik bo'yicha kurs ko'rib qolganman va menga o'sha kiberxavfsizlik bo'yicha qiziqishim ortishni boshlagan va o'sha ham amaliyot qilish davomida kiberxavfsizlikni o'rganganman. Ya'ni 1 yil davomida o'rganib ITechga yondosh o'quv markazi, ya'ni Ko'zyal markaziga boshida kiberxavfsizlik emas, kompyuter savodxonligi bo'yicha ishga kirganman. 1 yil davomida kompyuter savodxonligi bo'yicha o'zimning pedagogik mahoratlarimni oshirdim. Ya'ni o'sha davomida kiberxavfsizlik bo'yicha bilimlarimni ham yanada rivojlantirib, hozirda endi Ko'zyal o'quv markazida kiberxavfsizlik bo'yicha ishlab kelmoqdaman. Deyarli 1 yildan beri Ko'zyal o'quv markazida ishlab kelmoqdaman. Ya'ni shu yil davomida ko'plab o'quvchilarga ya'ni kiberxavfsizlik bo'yicha o'zini qanaqa qilib himoya qilish, ya'ni turli xil tizimlardagi zaifliklarni aniqlab, uni bartaraf qilish bo'yicha turli xil ko'nikmalar va darslarni berib kelyapmiz. Ko'zyalda dars berishimdan tashqari, yana onlayn ishlar ham qilib turaman. Ya'ni onlayn ishlarda qayerda ishlaganim va qanaqa tizimlarni testlaganim sir bo'lganligi uchun bularni ayta olmayman. Ya'ni bundan tashqari o'sha dars berishimdan tashqari turli xil tizimlardagi zaifliklarni aniqlab, ularni bartaraf qilish bo'yicha ham turli xil chora-tadbirlarni ko'rib kelmoqdaman o'sha 1 yil davomida. IT sohasida shu darajaga yetishimga sababchi bo'lgan ITech akademiyasi va ustozimiz Ahror aka Soliyevga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Sizlarga ham ITech o'quv markazida kelib o'qishingizni tavsiya qilaman.